Ağabey aka, bu 35 bin so'mlik aksiyamiz 2 avgust salonida davom etadi. 28-iyul Urganch 8 blok bozorida hali minni narx qo'yilmadi. Barcha kiyim-kechaklar narxi atigi 35 ming so'm. Shohriyar uka. Va alaykum assalom. Hazillashma uka. Hazil gap yo'q. Obunachilarimni 4 yil Beruniy 50 kala Bo'ston Gullan Qozog'istonga keladi lekin. Bermasang qara lekin. Bo'ldi. Engdagini hech qolib ketarlar lekin, qara lekin. Beraman ag'a. Hazilsiz ag'a, to'g'rimi? Hazilsiz akam aytdimmi beraman. Berasan. Novajlar 35 dan qo'ydik bu endi. 35 ming so'm. Rostmi? 35 ming so'mdan. Hamma finka. Hamma finka xatolar. O'yin yo'q ag'a bu yerda, to'g'rimi? Hazil yo'q. Ne, shu depasi, pasi, hammasi. Uka keyin qara, men sen o'qishga ketib qolib, bu yerda og'alaring yo'q, yaxshi bola so'l beradi, u demasin lekin men. Yo'q ag'abek aka. Men gap eshitmaysan. Uning gap bo'lmaydi ag'abek aka. Bo'ldi uka. Qara, 35 ming so'mdan razmer necha, shuni ham aytib o'ting. Razmerlar 64 tachalim bor. Hammasidan emasdan. Aralash. Ava. Bulancha so'm, bular. Vamazimmi, Hammasi bamazimmi? 35 ming so'm ag'abek aka. Guynaklar ham 35. Hammasi. Depadagilar? Depadagilar ham 35. Bular qimmatroq ishlar. Bular Lyon bular. Bular qimmatroq. 100 ming so'mdan beramiz. 100 ming so'm. Shunda hammasi 100 emas ekan bunacha. Shunda endi bular 100 ming usti pastimi bular? Usti pastilar bor. Aha. 150 ming so'mdan beramiz usti pastilarni. 150 dan, ha? Usti pasti. Bular endi obunachi giygan vaqtida yengil turadigan ishlar. Pastakilarni? Pastakilar hammasi 35 ming so'mdan. Ha, yakka vajdanimiz pochta 35 ekan unda, ha? 35 ming so'm. Bu ekan obunachilar, to'g'ri tushunasizlar. Chavlancha 50, 70, 80. Chavlar klassический, poluklassический 35 ming so'mdan. Beyazil. Behazil. Uka buni tikib bermaydilar-ku, lekin xapomi, tikib bermaydilar. 35 ming so'm ag'abek aka. Braki bormi? To'g'risini ayt. To'g'risi. Brak umuman yo'q. Top-toza yana. Chot kuyajmi? Chot kuyaj, yana moshchimat. Nishatding buni? Nishatding? Buni topib oldingmi aka? Ag'abek aka, xalqimiz azzatsin. Yaxshi, azzatsin. Lekin bir nereal obunachilar, nima deysiz? Qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariya yozasizlar, Shohriyar ukami 35 ming so'mdan qo'yib turibdi. 35 ming arziydimi? 35 ming so'mdan men hali cholur ko'rmadim to'g'risi. Qo'yib beradilar, o'tgan safar bosa-bosa o'tib ketdi. Albatta menimcha bu safar ham bo'lsa yakda bo'lib turibman. Shuning uchun ertangdan to'g'ri kelinglar o'ylanib o'tirmang. 29-iyuldan bugundan kelsinlar. Bugun, ha? Bugundan ham kelarsiz. Asa qo'yib beraman 28-dan. Xo'p, 7:35 dan xolan cholur, to'g'rimi? Xolagan cholur. Tutqani. Tutqani ishida. Qora cholur, go'k cholur, maktab, o'qish, ish ketaveradi, ha? Ketaveradi. Keyin bojing qara, bojing qara. Ipqaligini qara, bojing. 35 mi? 35 ming so'm. Siz yo'qligi bilinmaydi. Klassический. 35 mingdan, ha? 35 ming so'mdan. Obunachi, buni menimcha tovardan bermasa kerak. 35 mingga. Bermaydi lekin. Zo'r uka. Barakasini bersin. Xo'p, triko. Keyin trikolarimiz 35 ming so'mdan. Xolanim. Xolagani. Og'amlar bormi katta razmer? Bor. Bo'ladimi? Mana brat ham shu yerda bo'ladi. Assalomu alaykum. Sog'liqingiz yaxshimi? Mana og'am bilan shug'ullanadi, bu ham shug'ullanadi. Ikkisi ham naryadda turadi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Cho'tkadi, formani tuzib. Depali bilancha so'mdan beramiz bularni. Bular ham Lyonlarimiz. Necha so'm? 100 ming so'mdan. Pastakilar? 100 ming so'm Lyon. Jinsimi? Lyon. Ha, Lyonmi? Ha, jinsmi ekanda bo'lyapman. Paxtadan yaxshi vaj. Ha, uch darajasi. Yozda yaxshi danang. Ha, bu yon tarafini? 35 ming so'm. Yetdimi? 35. Xatarini. Yo'q, yaxshi. Bu ukam endi hazillashib turibman deb turarman. Shuning uchun bayna tasdiqlaydi gapni, xudo xolasa. 35 ming so'mdan obunachi. 35 ming so'mdan. Beyazil bu yerda. Bular uka. Bular ham Lyon. Ava. 100 bular ham 100 ming so'mdan beramiz. Bular 100 dan. Trikolarni. Trikolarimiz. Bular trikolar 50 ming so'mdan. 50? Yo'q, 35 ming so'mdan yaxshi olaversinlar. 35 danmi? 35 danmi? 35 ming so'm. Hisob, молодец, молодец. Bos gazini. 50 deb o'tirmang. Shuna 35 dan, ha? 35 ming so'm ag'abek aka. Shohriyar ukama bir like bosib, rahmat aytib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bilan aka, chollar. Keyin jinslar 50 ming so'mdan. 50? 50 ming. Ey, buni obunachilar 100 ming so'mdan qo'yib, 1 plus 1 aytgan yaxshimadi yoki 50 ming so'mdan qo'ygan yaxshimadi? Siz kommentariyada yozib qoldiring. Endi birov aytdi, "Og'abek dedilar, narxini tushirmang" dedi. Birini olsalar, birini qo'shib beringlar dedi. Ya'ni, masalan 80 ming, 100 ming so'mdan go'ynakni, cholurni qo'yinglar dedi, bir go'ynak qo'shib beringlar dedi. Sizlar qaysi ma'qul? Menimcha arzon bergan ma'qul, to'g'rimi Shohriyar? To'g'ri. O'zini kerakli vajini oladi, ha? Dangal. Endi obunachilar 35 mingdan cholur, 35 mingdan go'ynak. Xolani, ha? Xolagani. Endi tutqonlar. Bu ham ikki qator necha so'm bo'ldi shunda? 35 ming so'm finkalar hammasi. Xohlani, ha? Xohlagani. Futbolka, go'ynak, bu sportivniy. Bu futbolkalarimiz bor. Che, 100 da bermaydi? Yo'q, 50 ming so'mdan beramiz. 50? Timol aka. Ha, bular boshqa o'zi ekan. Ha, tovarni yutibmisiz? Boshqa o'zi ekan-ku bulang. Boshqa o'zi ekan bular ekan. Moshniy bular. Nitfiz. Ya'ni bu tovarni gikko'galar bilan maykalarni? Maykalar ham shu baqa. 50. 50 ming so'm. 50. Bular 50 ming so'm. Bir ekanana. 35 ming so'm. 35. Maykalar endi indamizdan. Instagramga indab o'tiramiz, YouTube'dagilar aytamiz. Bir 5 versa sola, bir 2 qo'shib berasan. Qo'shib beraman. 5 ver.
Bo'ldi. Ketdim. Obunachi bu yerda ichki kiyim bor ekan, bir nakit berasiz. Lekin Noski indamang. olsam 3 dona noski beramiz. Noski olaman desa 3 dona noski beramiz, ichki kiyim desa 1 dona qo'shib beramiz. Shundaymi? Shuninglarni qo'shib beramiz. 5 vaja savol. Bo'ldi. Obunachilar o'zingizga 2 ni oling, bolangizga 3 ni oling, 5 vaja bo'ldi o'sha. Sizlar bir ichki endi maydalashib ketding, Og'abek demang. Maydalashib ketmaydi. Men prosta endi o'zimcha boladan bo'lsam, siz ham shuni aytaman. Kim uchundir endi maydalik hisoblanadi-da u. Aytmanglar obunachilar, men negativ aytmanglar ekan. Bu yerda o'rtadagilarni uka? 35 ming so'm. Xohlagani, Xohlagani, tutgani, tutgani. razmeri farqi yo'q. Hammasi. Bu futbolchilarni endi hozir 50 dan deb maqtab turamiz o'xshaydi ekan bu. 35 ming so'm. Bormi 35 ha? Ulardan yaxshi tovarlar ham bor bu yerda. Bu aralashlar bu yerda. Aralash. 35 hb bor ekan. Leon ham ko'rinib turibdi. 100% qibular ham. Elastik ham bor ekan. Hammasi 35 ha? 35 ming so'mdan. Obunachilar oladigan yerga keldi bu safar xudo xolasa. Ukam men adresini tushuntiraman. Makkam biror aytayin xudo xolasa. Instagramga qo'ygandan keyin. Adreslar qarang obunachilar. Bu yon tomondan kelsangiz, giper tarafdan kelasiz. Oxirgi bu. Giper tarafdan o'tib kelasiz, yana kelaversa chap qo'limizda 5-magazin. O'ng tomonimiz Infinbankda aylanasiz-ku. Aylanishingiz bilan o'ng qo'lingizda 5-magazin bo'ladi. Ya'ni ko'chaga o'zi shuni rasprodaja summalarni chiqarib qo'ydi, lekin bu summadan ham sizlarni menimcha hayron qoldirdim. Men hayron qoldirdim. Men o'tgan safar ko'rganimda faqat cholur, go'ynak qo'yiladi. Bu safar почти 80%, 90% vajlar qo'yib berildi. Uspiratib qoling. Olib qo'ysangiz ham zarar qilmaydi, obunachi almashtirib kiyarasiz. Ha ukam? Salomat bo'l. Savdonga baraka. Rahmat og'a aka. Kelaverasizlar.